Assalomu alaykum, Cherry Rohat Ademastir YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan Chigo 7 2026-yilgi restyling variantini gaplashib o'tamiz. Bu pozitsiyamiz 2026-yilgi обновленный versiya, yangilangan. Oldingi 7 Pro larga qaraganda, ko'ryapsizlar, mana faralarida qoraytirilgan bo'ladi. Bamperlari yana ham yangi modeldan olingan bo'ladi. Old oblisovkalarni ko'rib turibsizlar. Old oblisovkalari ham anchagina chiroyli qilib ishlangan. Xo'p, bu mashinamizni xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, 1.5 turbina motor bilan jihozlangan, 140 ot kuchi bo'ladi. Rasxodlari 100 km ga shahar ichida 8 ta 9 ta, shahardan tashqarida dalnida yuradigan bo'lsanglar 7 ta 7.5 ta rasxod qiladi. Albatta 92-95 yaxshi benzin qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, balonlarni ko'rsak bo'ladi. Balonlari 18 razmerda, razmerli 18 razmerli balonlar qo'yilgan. Xo'p, qoraytirilgan bo'ladi hammasi. Ko'ryapsizlar, bakoylarida juda ham bir ajoyib o'ngga, chapga pоворot yoqqaninglarda bakoylari shunaqa ajoyib bir yurib beradi. Salon ichiga bir ko'z tashlashinglarni maslahat beraman. Salon ichimizda polni hammasi koja bo'ladi. Sidenalarda abagretlar bor, oldida, orqasida. Obshivkalarni ko'ryapsizlar, obshivkalari ham juda ham bir yumshoqqina qilib ishlangan. Bular hammasi koja bo'ladi. Orqa salonlarni ko'radigan bo'lsak, orqa salonlari ham polni hammasi koja sidena, isitish funksiyalarigacha bor. Orqasida ko'ryapsizlar, barin orqasida deflektorlar bilan jihozlangan. Konditsioner yoqqanlarda orqaga ham muzdek havo kelib turadi. Xo'p, orqa dizaynni ko'radigan bo'lsak, orqa faralari mana ko'rib turibsizlar, juda ham bir ajoyib qilib ishlangan. Cherry 7 modeli. Orqa tomonida buni zadniy kamerasi va datchik parktronik hamma narsalar bo'ladi. Bagaj sig'imini ko'ryapsizlar, bagaj sig'imi juda ham katta. Zapaska balon, albatta zapaska balon bilan jihozlangan bo'ladi. Domkrat, ключ hamma narsasi bor. Yopilishlari ham elektriskiy bo'ladi. Bitta knopkani bosasizlar, yopiladi. Bezapasiz tomonlari ham ishlangan. Agar odam bo'ladigan bo'lsa, resga qaytarib yuboradi. Xo'p. Salon ichini ko'ramiz. Bu yerda ruchkamizda beskulchoq dostupimiz bor, ya'ni kalt bilan kelganimizda bossanglar o'zi mashinamiz sekin ochiladi. Sidinamizda ko'ryapsizlar, sidinamiz elektriskiy bo'ladi. Bemalol o'zingizga to'g'rilab, bo'yinizga moslab xolasanglar pastga, xolasanglar tepaga qilib to'g'rilasanglar bo'ladi. Xo'p, salon ichini bitta tushuntiraman. Xo'p, obunachilarimiz ko'rib turibsizlar, rullarimiz multi rul bo'ladi. Ya'ni bu rulimizda isitish funksiyalari, xo'p, multimedia uchun xizmat qiladigan joy bu tomonda joylashgan bo'ladi. Bu yog'imizda mana ko'rib turibsizlar, kruz kontrollarimizni bemalol boshqarsak bo'ladi. Tabloimizni ko'rib turibsizlar, juda ham bir neobычный qilingan tablolarimiz. Xo'p, Eco Sport rejimi bor va u rejimni biz bu yerda almashtiramiz. Ekoga qo'ymoqchi bo'lsak, bunda bosamiz. Sportga o'tdi, misol uchun mana hozir toqsak, Eco rejimga o'tadi. Alohida o'zini multimediyasi bor. Bu yerda bemalol CarPlay yoki bo'lmasa Android Auto ishlatsanglar bo'ladi. Zadniy kameralarni ham shu yerdan ko'rsatadi. Bu yoq tomonimiz o'sha hammasi avarinka knopkamiz. Multimediya uchun xizmat qiladigan knopka. Ovozini baland qilasiz, past qilasiz. Home knopkasi bor. CarPlay'ni bemalol anaqa ulasangiz bo'ladi bu yerdan va nastroykalarni bemalol kirib ko'rsangiz bo'ladi. Va albatta bu mashinamizda hammasi tili ruscha va o'zbekcha qilib ishlatsanglar bo'ladi bemalol. Klimat kontrol uchun alohida bu joyimiz ajratilgan. Bu tomoni hammasi sensorli bo'ladi. Skorslarni ko'rib turibsizlar. Skorslari mana ham bir ajoyib qilib chiroyli bir qilib ishlangan. Bemalol ana teptronikaga ham o'tkazib olib ishlatsanglar bo'ladi. Paranadaga bemalol o'tkazsanglar bo'ladi. Rushnoyimiz elektriskiy bo'ladi, bitta knopka va auto hold nimasi bilan, funksiyasi bilan jihozlangan bo'ladi. Bu yerga bemalol telefoninglarni qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yerda stakanchikimiz va bu yerda ochadigan barimiz bor. Buni bemalol o'zingizga to'g'rilab, agar mabodo konditsioner yoqadigan bo'lsanglar, bu yerda o'zini xolodilnik qilib ishlatib ketsanglar ham bo'ladi. Yozda sizlar uchun qulay bo'ladi bu narsa. Xo'p, ko'rib turibsizlar, laboyimizda mayda spirallari bo'ladi, ya'ni bu yerda ham isitish funksiyasi bo'ladi, rulda ham bo'ladi. Yana bitta zo'r tomoni, mashinamizda eng arzon bo'lgani bilan panorama lyuki bor. Panorama lyuki ham kattagina bo'ladi. Va mana bu oynasi polni ochilib beradi. Mana oxirigacha ochilgan holatida ko'rasizlar, почти 2 qarichdan kattaroq joy bor. Obunachilarimiz uchun yangiliklarimiz bor. Hozirgi paytda bu mashinamizga naqd to'lov qilib olib ketadigan bo'lsanglar, 25 million foydasi bilan bemalol shu mashinamizni xarid qilsangiz bo'ladi. Olish shartlari quyidagicha bo'ladi. Avtokredit asosida 5 yilgacha, lizing asosida 4 yilgacha bo'lib to'lash shartlari ham bor. 36 oy yoki bo'lmasa 30 oygacha bemalol
bo'lib to'lash shartlari bo'yicha mashinani xarid qilsangiz bo'ladi. Bizning manzilimiz Toshkent shahar Bektemir tumani, Qo'yliqdan Rohat keturishda Yangiobod mostiga yetmasdan o'ng qo'lda joylashgan bo'ladi. Kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar, mashina bo'yicha ma'lumot so'ranglar, biz sizlarga aloqaga chiqamiz. Xudo xolasa, kelsanglar yaxshi variantlarda chiqazib beramiz.